Mana aka-uka parvozda bugun 14-iyul sanasi 2026-yil. Oqayoqdi qizi, ota uchpiq, ajdardi qizi, onasi Ali qanotda o'sha urayotgan Qoramakonni qizi, Gematomani qizi, vertolyot qizi. Weber qildik. Aka-uka parvozda Weber qilib 5 ta to'g'ri qo'shib qo'ydik. Kuchi o'ta ko'p xolos ekan. Aylantirib yurib bosaverar ekan makonlar. Shuning uchun 5 taga qo'shib qo'ydim. Mani pul topishimga sababchi bo'layotgan jangchilarni boqish, qo'pol qilayotsa xo'rozni ham boqadi-da. Men xo'roz o'zlar bilan bir ikkita gaplashaman-da, xo'roz o'zlar. Даже men achinib ketaman. Bizani jangchilarga Lo yugura mehrga to'lar harbi bosgan izimiz Rina Porat bobomning duosi eng katta boylik nabiraning kulgusi qalga yorug'lik qo'l ushlashib o'tar umr yo'llari mehridan bunyod bo'lar baxtiyorlik Naqorat Abdulaziz bobo qalbimiz quyoshi Oyatullo ko'zining quvonchi birga kulsa go'yo bahor keladi bu mer hech qachon so'nib qolmaydi Abdulaziz bobo duolar aytar Oyatullo mehrni yurakka joylar avlodlarga qoladigan eng katta meros bir-biriga bo'lgan muhabbat bo'lar har nasihat oltinday jaranglaydi qorg'ish o'zi yuraklarga jo bo'ladi Oyatullo bobosidan kuch olar ezgu yo'ldan hech qachon adashmaydi vaqtlar o'tar yillar o'rta qoladi mehr izlari hech qachon yo'qolmaydi Abdulaziz va Oyatullo nomlari muhabbat qo'shig'ida abadiy yangraydi Post-industrial dandut ko'chirdo Velatoris bistroval dandut ko'chirdo Velatoris bistroval dandut ko'chirdo Velatoris bistroval dandut ko'chirdo Yuklaman hamtanalar bir juft so'raganlarga pulini kelishtirib beramiz. Korpuschilar asapiqcha. Bunisi kechibda jo'ja bilan kirishib ham bo'ldi, yomon urushqoq. Yurug'i ham dahshat. Yerga qo'yib oling bularni. Assalomu alaykum aka-uka parvozlar. Uch vaqt bo'ldi. Narigisi premyerda bolasi. Bu qaysi xo'rozni bolasiligi noma'lum. Keyin Saman kunlari hamtana tovug'ini bolasi aniq. Otasi qaysi birligi bilinmaydi. Bularni tuxumini berganmiz. Bugungi chisla 30-may 2026. Bu hozir ham 4 kilo 700 xo'rozni bo'yi bor bo'ldi. Bu premyerda bolasi, o'ziga o'xshab chiqqan chopqi. Bu bardovi qaysi xo'rozni bolasiligi noma'lum. Keyin enasi o'xshayapti. Tuxumni yozuvlarini yozib qo'yamiz, tuxumni berayotganda. Qaysi biriligini o'zi ham bilmayapti. Umuman 3 vaqtda bolasi yomon dahshat cho'ja bo'ladi.
Chiroyli cho'joqlar. Aka-ukalar, tomosha qilaman, maza qilinglar. Haqiqiy 100 talik girrakash aka-ukalar. Voy joning sog' bo'lsin. 20-dekabrda chiqqan jonivorlar. Ana jo'ja aka-ukalar. Haqiqiy 4 kilo 800 ni o'ta qattig'i bo'ladi aka-ukalar. Ulardan ikkita Hasan Husanlar. Bu birinchisi. Tomosha qilaman, maza qilinglar jo'ja.